Onasi tepada ekan. Janob primoy kelyapti ish qilib. Ketdi. Janovorlar. Menga yoqadigan joyga kirib keldik. Haqiqiy chang ko'chada kuzgi tabiatimiz daraxtlarni aylab sarg'ayishni boshlabdi. Aslovchilar, ustozlar mana kelib oldik, mehnatga joylashib oldik. Mana kechki taomimizni harakat darajalari ajoyib darajada. Anvar aka, assalomu alaykum. Hormang aka. Assalom, hormanglar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Charchamayapsizmi Anvar aka? Sizlar kelishinglarga pishar kelinglar. Ofaring aka, ofaring. Qayerda o'tirganimizga yetingda endi. Mehnatda o'tiramiz, xudo xolasa. Murodjon, hormang do'stim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar o'tib ketasizlar, mana balo bilan ushlab. Tinib tinchimiz Hasan aka, mana assalomu alaykum. Hasan aka, hormang aka. Qandaysizlar? Olov yoqishga ustamiz. Gap yo'q. Hasan aka bunday ishlarni qilayotganlarning sababi bor. Sadokni уже to'lg'izib qo'ydilar, mana sadoklari. Mana joylari. Anvar aka, Murodjon mana shu joylarga joylashib oldik. Mana ketma-ket 5 kishi bugun o'zaro bellashadigan o'ga kelib oldik. Mana yoqda Azim aka, mana daryo taraf уже kaminaniki. Qorong'i tushdi, terraslar ancha aktivlashib boshladi mana. Qarshi perlovka bilan buterbrod qo'yamiz. Va savatchamizga maxsus pinadan solib, hid qo'shilgan hammasiga. Faqat kechqurun bo'lyapti terras. Bu zo'r bo'lyapti. Tungi 1:30 karas bo'lyapti hozir. Juda normalniy sovuq bo'lyapti, lekin sovuq ham yaxshigina bo'lyapti. Tungi o'ga keladiganlar qalinroq kiyim kiyib olinglar. Sovuq juda ham. Lekin zo'r bo'lyapti. O, ertalab ko'rsatamiz natijalarni. Karas bo'lyapti. Aparishga, chuvalchenga, perlovka, chesnuliga yaxshigina bo'lyapti. Ozgina kutish vaqti bo'lyapti, lekin yaxshi zeriktirmayapti. Mana aslovchilar tunni ham o'tkazdik. Xudo xolasa 1,5 soat, 2 soatdan keyin tong otib qoladi. Tongga ertalab soat 4 uxlamadik, lekin shunaqa uyqum kelyapti. Ozgina uxlamasam shunaqa uyqum kelib qoldi, charchadim yomon ham. Karaslar bilan olishib rosa ertalab tong otganda ko'rsatamiz natijalarni. Azim aka mana to'xtamadilar kechasi. Azim aka, hormang aka. Assalomu To'xtamadilar, natijalarni ertalab ko'rsatamiz. Yo'da Hasan aka, Murodjon uxlab oldi shekilli. Murodmi? Yo'q, Murod uxlamaydi aytgancha. Murod uxlamaydiganlar. To'xtashmayapti mana, tinchmayapti, to'xtashmayapti, baraka topsa. Hazırlash tarozga qo'yaman dedim, hech kim uxlamadi lekin. Murodjon qalay bo'lyapti? Havo sal salqinlik netmasa. Ozgina salqin, salqin. Burunlar bitib qoldi, burunlar. Omad ertalab Xudo xolasa. Ertalab ko'rishamiz endi. Men 1 soat qila olmasam hozir knockout nimalayman hozir.